o'g'ri, qaroqchi zino qilgani devorlashib chiqib ketayotgan holatda eshitgan oyatning mazmunini qarang. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Bo'ldi endi degani. Qaysi paytda eshitdi? Ana shu gunoh ma'siyatda eng yomoni bo'lgan zinoni qilgani chiqib ketayotgan holatda. Hayya alal falah. Huzayl ibn Iyos shotir, qaroqchi edi, o'g'ri edi. Bir ayolga oshiq bo'lib qolgan edi, tunlari shu devorlarga osilib yurib chiqib, o'sha ayolni ma'shuqasini oldiga bir harakat qilib qolar edi. Kunlarda birida ana shu ma'shuqasini oldiga chiqishlik uchun devorga osilib chiqib ketayotgandi. Bir odam Qur'on o'qiyotgan ekan, baland ovoz bilan. Qulog'i tushib qoldi. Ya'ni umri davomida qaroqchilik qilgan, fahsh munkarni qilgan, ana shu kechqurun fahshga qarab chiqib ketayotgan holat. Qori ushbu oyatni o'qiyotgan edi. Astagfirullah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ma'nosi qanaqa edi? O'g'ri, qaroqchi zino qilgani devorlashib chiqib ketayotgan holatda eshitgan oyatning mazmunini qarang. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Bo'ldi endi degani. Qaysi paytda eshitdi? Ana shu gunoh ma'siyatda eng yomoni bo'lgan zinoni qilgani chiqib ketayotgan holatda. Ilgari kitob ato etilgan, so'ng muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ulardan ko'plari fosiq, itoatsizdirlar. Huzayl ibn Iyos eshitdi, to'xtadi. Alloh qalbini ochdi. Alloh u kishining iymonini uyg'otdi. To'xtadi-da, "Ha ey Robbim, vaqt keldi" dedi. To'xtadi, ortiga qaytdi. Allohning hadisda kelgandek, hamma odamlarning qalblari xuddi bitta odamning qalbidaqa Allohning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida turadi, xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Biz noumid bo'lmaylik, atrofimizdagi ayrim aka-ukalarimiz biz xohlayotganda iymon, e'tiqodda, toat, ibodatda bo'lmagan bo'lsa, Alloh xohlasa bir lahzada burib qo'yadi. Xuddi xohlasa siz bilan bizning qalbimizni bir lahzada adashtirib qo'yishga qodir bo'lgan edik. Qaroqchi bo'lishiga qaramasdan birodarlar, bu odam musulmon edi, mo'min edi, qalbida iymoni bor edi. Ba'zi birodarlardan eshitib qolamiz, falon masalani eshitdim, qalbim ochilib namozga qildim. Falon kitobni o'qiganimdan keyin qandaydir ko'zim ochildi, to'g'ri yo'lga yurdim. Ularga aytamizki, sizlarda qalbingizda o'zi asli iymon bor edi. Asli iymon bor edi. Dinga bo'lgan muhabbat bor edi. Agar shu narsa bo'lmaganida qalbinglar uyg'onmas edi, haqqa yurmas edinglar. Chunki shu oyatlarni eshitayotgan, shu ma'ruzalarni eshitayotgan, shu kitoblarni o'qiyotgan qancha odamlar bor, nimaga ularda qalbi uyg'onmayapti? Qalbida aslida ularda iymon yo'q edi. Shuning birodarlar, "Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin" dedi Alloh taolo. Eslatma bering. Eslatma bering, zero eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi. Demak birodarlar, ummati islomiyani hammasini qalbida diniga bo'lgan muhabbati bor. Bilasizmi, shu fojir, fosiq, ichi mast bo'lib qolgan odam ham "Modinga o'tmaysanmi? Pul beramiz desanmi?" deydi. "Nima deyapsan?" deydi. O'zi mast, biladi gunoh, lekin qalbini tagida iymon borligiga dalil shu. "Nima deyapsiz?" deydi. Bilinglarki, o'sha toifaga o'tib ketayotganlarda qalbida o'zi asli iymon yo'q edi. Biz mana shu Asmaul Husno darslarida aytdik. Bular murtad bo'lib ketganlar. Bular iymondan qaytgani yo'q. Bular yo'ldan qaytishdi. Agar iymon insonning qalbiga borib o'rnashsa, hech qachon boshqa dinga o'tmaydi, hech qachon iymonidan voz kechmaydi. Har xil kufr yo'llariga kirib ketayotganlar, ular iymondan qaytgani yo'q akalar. Ular iymon yo'lidan qaytishdi, hali yetib borishmagan edi iymonga. Endi bu kishining qalbida iymon bor asli. Faqat havoy nafsi ustun bo'lib ketgan, shayton g'olib bo'lgan, zinoni qilib yuruvdi, o'g'irlik, qaroqchilikni qilib yuruvdi. Qissamizga qaytamiz.
Fuzayl ibn Iyos ma'shuqasi bilan uchrashlik niyatida devorga osildi, lekin dillar Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadi oyatini eshitdi-da, bu yo'lidan qaytdi. Endi davomini qarang qissani. Qaroqchi qalbi uyg'ondi, ortiga qaytdi. Qop-qorong'i kecha bir xaroba bir imoratga borib joylashmoqchi bo'lib boruvdi, odamlarda ovozi eshitilib qoldi. Quloq solib tursa, Alloh boshqaryapti-da bu kishini qarang. Boshqa yerga borsa bo'lmasmi? Deb shu yerga kelish kerak. Kim idora qilyapti bu qissani? Alloh. 3-4 odam gaplashayotgan ovozi eshitilib qoldi. Borib quloq solsa, bir karvon odamlar to'xtashgan ekan. Karvondagilarda bittasi shu tunda salqinida ozgina yurib olmaymizmi? Yo'lga chiqmaymizmi dedi. Boshqalar esa yo'q. Chunki agar hozir yo'lga tushsak, Fuzayl yo'limizni to'sadi deydi. Ajibda, boshqa ko'chaga bo'lsa bo'lmasmidi? Boshqa bir xaroba qurib ketuvdimi? Boshqasiga borsa bo'lmasmidi? Yo'q, bo'lmas edi. Chunki bo'ldi Parvardigor. Tavba qiladigan, haqqa qaytadigan vaqtim keldi deb sidq dildan Allohga murojaat qildi. Endi bu yog'ini Alloh qanday isloh qilyapti qarang. Xuddi Alloh taolo bu qaroqchini tavba qilishiga o'zi yordam berayotgan edik. Oyatni eshitib, qalbi ma'siyatdan qaytib, endi bu kishilarning so'zini eshitdi. Birodarlar, Alloh taolo aytadi: Allohu yajtabi ilayhi man yasha va yahdi ilayhi man yunib. Alloh u dinga hidoyat topish uchun o'zi xohlagan kishilarni saylar va yolg'iz Allohga iltijo qiladigan kishilarni hidoyat qilur. Banda xohlab bir qadam bossa, Alloh albatta hidoyat qiladi. Fuzayl aytadi: O'ylanib qoldim. Men tuni bilan ayollarda talabada bo'lib ma'siyatda yuraman, qaroqchilik qilaman. Yana musulmonlar mendan qo'rqib turadi. Alloh taolo mana shularga ro'baro qilishidan maqsadi meni haqqa boshlashi bo'lsa kerak dedi. Alloh meni bu yo'ldan qaytishim uchun shularga ro'baro qilganga o'xshaydi dedi. Yana bir marta aytdi: Parvardigor, men senga tavba qildim. Sening baytingga qo'shni bo'lib yashashim tavbamning isboti dedi. Va shu kundan boshlab Makka mukarramaga qarab chiqib ketdi. Ana akalar, kimlarda Alloh hidoyat qilyapti? Demak, Allohning tavfiqi bilan avvalambor, keyin banda o'zini irodasi bilan hayotini mutlaq o'zgartirishiga imkoni bor. Har qancha ma'siyatga botgan bo'lmasin, Alloh tavfiq bergan bo'lsa va o'zini irodasi bilan mahkam bir ishga kirsa, inson albatta ko'p narsani uddalashga qodir bo'ladi. محبتي والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا وطنا المحبة والهنا وطني أتذكر من أنا وما رأيت على الربا شبلا فتيا مؤمنا